Bu gap yo'q. Vobshe og'riq sezmas ekansan, a? Yomon og'ridi, lekin bor. Voy yo, nima qildinglar bo'pti? Az yomon savolab tashladilar ekan. Baribir gapirmadi. Hozir endi bilan o'ziga kelishini kutish kerak. Nima qilasan? Telefonida hamma ma'lumotni topib bo'ldim. Vaqtida aytsam emasmi shuni? Lekin yaxshigina boy odam ekan. Manzilni tez topaylik. Xo'p, shundoq signal kelib qoldi, foydalanib oling. Qanaqa signal? Traderlar uchun Telegram kanal bor, UzX Invest. Men bu kanalni bilaman. Bular podpischiga har hafta pul tarqatadi. Yetmaganiga trading tekinga o'rgatadi, signallarni ham tekinga beradi. Hech qanaqa razg'omga nimagadir urnamaydi. Glavnisi halol. Bitta manzilni ko'r tezroq. Bu odamni qanday to'xtatamiz? Ko'rvasanlar-yu, ikkalasini ursak ham umuman gapirmayapti. Menda reja bor. Avval uni ishlaydigan joyini topishimiz kerak. Sen yordam berasan. Topgandan keyin seni o'sha yerga jo'natamiz. Ishga kirayotganda unga turtilib ketasan va yiqilasan. Seni turg'izib qo'yadi. Keyin unga rahmat kattakon, jentelmen ekansiz deb telefon raqamingni berasan. U ishxonasiga kirgandan keyin albatta senga telefon qiladi. Shunda unga bugun kechga mehmonxonada ko'rishaylik deysan. Mehmonxonada kamera bor-ku. Ha, bu ishni men hal qilaman. Keyin u bilan ko'rishasizlar. Xonaga kirayotganinglarda sen unga iltimos 5 minutdan keyin kiring, men tayyorgarlik ko'rib olay deysan. Unga bu gap yoqib tushadi. Ichkariga kirib, oynani ochasan. Men bilan Aziz ichkariga kirib olamiz. Keyin boyvachcha ichkariga kirganda dush ovozini eshitadi va hammomni ochganda uni Aziz kutib oladi. Endi nima qilarsan? Ko'rmayapsanmi? Xonandaman-ku. Iltimos chalg'itmagin. Xullas, shu yo'l bilan uni ushlaymiz. Kimsan? Kimsanlar? Butun boshli narkotik savdosini bir to'xtatib qo'yaman deb o'ylamagandim. Xato o'ylabsan. Bu katta bozor. Xuddi shaxmatga o'xshaydi. Men bu bozorda oddiy peshkaman. Sen orqali keyingisini, u orqali undan keyingisini ushlamoqchimiz. Juda qiyin bo'ladi lekin. Nimaga?